Men uchun eng zo'r narsa mana shu Gulnor opamni oldiga kelib, har oy xabar olib turish. Assalomu alaykum. Har kun o'ylaysizmi meni? Mana qarang, bugun o'yladingiz, bugun keldim. Va men quruq kelmadim. Men sizga sovg'a bilan keldim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu pullarning hammasi sizga. Bu ehson. Xursand bo'lasizmi? Yana kelaman, xo'pmi? Yana ozgina vaqt o'tsin, yana kelaman. Issiqlarda o'zingiz ehtiyot qiling, xo'pmi? Sezayotgan bo'lsangiz, biz kengayib boramiz va insonlarga qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilamiz. Siz ham safimizga qo'shiling, bizga obuna bo'ling va hech bo'lmasa shu videoga like bosing. Xursand bo'lamiz. Rahmat. Gulnor opa, charchamang. Sog' bo'ling.